Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Katta oilalarimiz uchun Katta Hasanboydan 6 sotuvli xonadonimizni video obzoriga keldik. Xo'p, mana shu orqamda ko'rib turgan bahaybat bino inshootiga 2022-yilda qad rostlagan. Xo'p, xonalar soni 6 ta, 3 ta sanuzul plus oshxonadan iborat. Xo'p, bu obyektimizni hozirda korobka holatida, xudo xolisa o'zingizga yoqqan dizaynda remont qilib kirishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonimizda esa, bu tomonimizda ham 6 ta xona, 3 ta sanuzul, bitta oshxonadan iborat. Bu tomonimizda esa yashash uchun tayyor. Hovlilarimizga e'tibor berishingiz mumkin. Mana shu besetkamizdagi to'liq podval bo'lgan. Xo'p, endi sizlar bilan xonadonimiz ichkarisini ko'rib chiqamiz. Uyimizga kirishimiz bilan pirixoshka va birinchi xonamiz ko'rishimiz mumkin. Dam olib o'tiriladigan xona. Juda ham shinam, xonalari katta. Xo'p, keyingi xonamiz esa kattalarimiz yotoqxonasi. Xonadonimizning mebel texnikalari xohishingizga qarab yo qoladi, yo qolmaydi. Xo'p, bu tomonimizda esa sanuzulimiz joylashgan. Juda ham katta ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonda esa ayollarimiz yoqtirgan oshxonamiz keladi. Juda ham shinam. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa bitta ko'rsatib o'ting deylik. Mebellari qoladi. Juda ham o'ziga chiroyli, yarashgan mebellar qilishgan oshxonaga. Xo'p, oshxonaning ro'parasida bo'lsa kotelning xonasi joylashgan va u yoqda kirib yuradigan mashinkalar ham joylashtirib qo'yilgan. Oshxonadan chiqishimiz bilan bu yoqdan ikkinchi qatimizga ko'tariladi. Undan oldin esa sizlar bilan zalimizni tanishtirib o'taman. Juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Remontlarini, patologlari ham balangina xonadonimiz. Xo'p, endi sizlar bilan ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Xo'p, ikkinchi qavatimizda 3 ta xona, bitta sanuzul mavjud. Xo'p, bu tomonimizda birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Xonaning kattaligiga ahamiyat beringlar. Xo'p, uy remontlarini bitta o'zingizlarning xohishingizga qarab asvejit qilsanglar bo'ladi. Atak yashash uchun tayyor, remontlari yaxshi holatda. Xo'p, bu tomonimiz esa o'g'il bolalarimiz uchun detskiy spalni bo'ladi. Xonalari katta. Xo'p, keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonamiz qizlar uchun detskiy spalni qilib bersanglar bo'ladi. Endi hozircha bu yoq kladovka vazifasini bajarib turibdi. Xo'p, bu tomon yonginasida umumiy sanuzul joylashgan. Bu obyektimiz 2016-yilda qurib bitkazilgan va shu holatda yashab kelinadi. Endi sizlarni bu obyektimizning planirovkasi bilan tanishtirib chiqaman. Kelinglar. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, to'g'rida sanuzulimiz joylashgan va chap qo'limizda oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Yonida bankalarni qo'yishga, xolodniy xona qilib qo'yishgan va to'g'rida zal yoki spalni qilib foydalansanglar bo'ladi. Endi bo'lsa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz sizlar bilan. Xo'p, bu tomonimizda bitta katta xona zal bo'lgan, uni o'rtasidan bo'lib ikkita detskiy spalni qilishgan. Juda ham chiroyli chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Yana bitta orqa tarafida xuddi shunaqa xona. O'g'il bola, qiz bolalarga alohida bo'lgan. Bu tomonimizda umumiy sanuzulimiz joylashgan va bu tomonda keyingi xonalarimiz. Xo'p, garderobning zonasi qilib foydalansanglar bo'ladi. Yokida bitta xona bu yo'q ham. Bu tomonda esa yana bitta kattalar uchun yotoqxona ichida sanuzullar bilan birga. Xonadonimizda darvoza xonasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Ma'lumot tariqasida aytib o'taman, tashqi fasad 20 metrga, glubinasi 30 metrni tashkil qiladi xonadonimiz. Xonadonimiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar hamda narxlari pastda opsiyada yozib qo'yiladi. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin.